Qıpqızıl yalğançılıq. Abdori Bill Gates. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istiqining ishchi yuzi. 6 bab raqamlik ustunlik mujodilasi. 2 qism. Ilmiy texnikalik yordam bexatar qo'lga tushirish ko'rinarlik utuq. Boeing şirketining ichki tor qurilmasi favqulodda murakkab. Shundaqla qattiq qo'dildigan bo'g'achqa C-17 ga aloqador uchurlarni o'ngishli qo'lga tushirish, ehtiyot bilan plan tuzishni va kuchlik texnikalik yordamni taqozo qiladi. Biz xizmatimiz davomida bularni birma-bir hal qilishga muvaffaq bo'ldik. Birinchi, biz istixborotlarni o'ngishli holda qo'lga tushirish uchun uning razvedkaga qarshi xizmatining qiyinlik darajasini texmi yuqori qilib bekitdik. Biz uning ichki to'riga kirgandan tortib istixborotlarni qo'lga tushirishga bo'lgan orliqda ularning bizni bayqavilishini qiyinlashtirish uchun ularning ichki to'rda to'xtamay yo'tkilib turdik. Shundaqla biz muvaffaq paytda Amerikaning sirtidagi davlatlarning to'rlariga yo'tkilib turdik. Yo'tkilish jarayonimizda biz zo'r miqdordagi aslaha, rotor va mulozimatorlarning yordamiga erishdik. Ana shular istixborot uchurlarining o'ngishli holda qo'lga tushirilishiga kapolatlik qildi. Ikkinchi, biz Boeing şirketining tor sistemasidan bexatar chiqib ketadigan texnik ishlatdik. Chunki Boeing şirketining ichki to'riga suqinib kirish tasavvur qilganimizdan task to'xtadi. Biz istixborotlarni qo'lga tushirgandan keyin sonliq ma'lumotlarni ayiradigan va bog'laydigan materiallarning formatini o'zgartiradigan texnikalarga tayinishimiz kerak edi. Eng oxirida biz ularning ichki to'rdagi avtomatik va qo'l bilan boshqariladigan tekshirish aslahalaridan o'zimizni chetga elib, sonliq ma'lumotlarni bexatar va o'ngishli holda Boeing shirkatining to'rining sirtiga elib chiqa oldik. 3, biz o'ngishli chekinib chiqish uchun to'rda to'xtamay yo'tkilib turdik. İstixborotlarni o'ngishli qo'lga tushirish, shundaqla Amerika qonun ijro qilish tarmoqlarining iz qo'g'lishidan saqlanish uchun nurg'un davlatlardagi bir qancha xil yo'tkilish liniyasini planladik. Bu liniyalar kam deganda 3 davlatdan o'tadi. Biz bu 3 davlatdan birining Amerika bilan do'stona munosabati yo'q davlat bo'lishiga kapolatlik qildik. Biz yana vazifani bexatar o'ngishli tamomlash uchun Amerikaning sirtida 5 alayda liniya va mulozimtir ichib, vazifa tamomlangan hamon ularni o'chirvatdik. 4, biz muvaffaq mablag' silib, g'oyat zo'r utuqqa erishdik. C-17 tiplik strategiyalik transport aeroplanini razvedka qilish orqali 65 gigabaytlik cho'ngliqdagi hujjatlarni qo'lga tushirdik. Buning ichida 630 ming parcha hujjat va 85 ming hujjat xaltasi bor bo'lib, bular C-17 tiplik strategiyalik transport aeroplanining chertyojlari, tuzilgan nusxalari, kollektiv imzolar qatorliqlarning skanerlangan nusxalari va hokazolarni o'z ichiga oladi. Bu chertyojlar aeroplanning oldi, o'tira va orqa qismlarini, qanotlar, gorizontal turaqsizlashtirg'ich, rol va qo'mondonlik munara qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu qurashtirish chertyoji zapchaslar va zapas zapchaslarni o'z ichiga oladi. Ba'zi chertyojlar cho'ng kichikligi, o'lchamlari, eshindi miqdori, shundaqla yetkazish liniyalari, tok yo'llari va uskunlarni qurashtirishga aloqador tafsilotlarni o'z ichiga oladi. Buningdan sirt uchish sinoqlari materiallarimi bor.
Bu cəhətdəki materiallarning məzmuni nəhayət təfsili bo'lib, hujjat sistemasi ochiq va təfsili. Bular mutaxassislar tərəfindən intayin sifatli chertyojlar deb qaraldı. Mazkur harakatni o'rindashga 1 yil vaqt va 2,7 million Xitoy puli ketdi. Chiqim shunchalik az, usul ajoyib katta bo'ldi. Mazkur razvedka, ya'ni hakkerlik xizmati jarayonidagi puxta tayyorlik va inchik planlashlar kelgusidagi xizmatlarimiz uchun mo'l tajriba bo'lib qoldi. Biz yangi vazifalarni tamomlay oladiganligimizga ishonamiz ham uningga qodirmiz. 2012 yili 8-oyning 6-kuni. Xitoy Ozodlik armiyasining ushbu doklati Xitoy Ozodlik armiyasi Boeing şirketining maxfiyatligini o'g'irlab 5 yildan keyin Subin qo'lga ilinganda uning sud materiallari orasida jamoatchilikka oshkorlandi. C-17 tiplik strategiyalik transport aeroplani Amerika armiyasining yuk to'shig'uvchisi bo'lib, Amerikaning manfaatini va ittifoqdoshlarini qo'g'dashda Amerika kuchining halqiliq elementi bo'lgan Amerikaning o'z tuproqlarining sirtida harbiy kuchini joriy qildirish iqtidori uchun ishlatiladi. C-17 tiplik strategiyalik transport aeroplani C-5 va C-130 tiplik transport aeroplanlari bilan birga erkinlikka kapolatlik qilish jihatda halqiliq rol o'ynaydi. Gerçi uning bu jihatdagi roli havo armiyasining kurashchi aeroplanlarininkidek kuchli bo'lmasimi? Boeing shirkatining C-17 tiplik strategiyalik transport aeroplaniga aloqador uchurlar o'g'irlangandan buyangi 10 yilga yaqin vaqt ichida Xitoy o'zining Xi'an Yi-20 nomli ig'ir tipdagi transport aeroplanini ko'z qilish bilan aldirash yurdi. Mazkur aeroplan 2018 yili 11-oyda Zhuhai xalqaro aviatsiya ko'rgazmasida ko'rgazma qilinganda, uning taq-turqining C-17 ga o'pma o'xshash ekanligi hayron qolarliq emas edi. Xitoyning tashviqot vositalarida Yi-20 Xitoyni Rossiya va Amerikadan keyin dunyodagi o'zining ig'ir tiplik harbiy transport aeroplanini yasab chiqqan 3-davlatga aylantirdi deb davrang selindi. Bu aeroplanning dastlabki nusxasi Xitoylar Boeing shirkatining materiallarini o'g'irlab 3 yildan keyin yasab chiqilgan edi. Hozirgacha jamoatchilikka oshkorlanmay kelgan bir ish shuki, Subinning josuslik harakati Amerikaga keltirgan ziyon e'lon qilingandan zo'r darajada ig'ir edi. Federatsiya bosh taftishi tayyorlagan va tunji qitim oshkorlangan bir hujjatda Subin va Xitoy Ozodlik armiyasi 3-boshqarmasining ofitserlari Boeing shirkatidan va Amerikaning boshqa davlat mudofaasi huddigar shirkatlaridan o'g'irlagan maxfiyatliklarni Xitoy Ozodlik armiyasining 2-boshqarmasining zarbador shirkati bo'lgan Chang'an xalqaro savdo guruhiga yetkazgan. Ondan mazkur shirkat C-17 ga aloqador maxfiyatliklarni Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi aeroplan yasash shirkati Xitoy aviatsiya sanoat guruhi shirkati, ya'ni Zhongguang Hangkong Gongye Jituan Gongsiga bergan. Ondan bu materiallar Xitoy aviatsiya sanoati guruh shirkatining sho'basi bo'lgan Xi'an aeroplan sanoati shirkatiga topshirilgan. Mazkur shirkat Yi-20 dan sirt Xitoyning H-6 strategiyalik bombardimonchi aeroplanini va GH-7 bombardimonchi kurashchi aeroplanini yasab chiqqan. Bu shirkat yana Xitoyning H-20 deyiladigan eng yangi uzoq masofalik yoshurun bombardimonchi aeroplanini yasab atadi. Chang'an shirkati bilan Subinning ilgirki Nodian shirkati Amerika aeroplanlarining maxfiyatligini o'g'irlashga chetishlik bo'lganlik uchun 2014 yili 8-oyda Amerika savdo tarmoqlari bu ikkala shirkatga
embargo yurgizgan. Halbuki mazkur sazgur sud hujjatida 3-chi boshqarmaning Amerikaning qurol sistemalariga qarta o'ngishliq tamomlagan, buningdan burun oshkorlanib baqmagan boshqa strategiyalik suiqasdlar haqidami tafsilotlarmi tunji qitim oshkorlandi. Xitoyning xakerlik orqali Lockheed Martin shirkatining F-35 tipliq radarga tushmas kurashchi aeroplanining maxfiyatliklariga aloqador ichki hujjatini o'g'irlaganligi Xitoyning ilgari oshkorlanmagan suiqasdlar paydo qilgan eng og'ir ziyon edi. Chunki F-35 Amerika armiyasining radarga tushmaydigan eng ilg'or bombardimonchi kurashchi aeroplanidir. Xitoylar o'g'irlab olgan bu hujjatning ismi F-35 uchun sinoq plani edi. Federatsiya taftishi Subinning advokatining uchish siniqi plani soda maxfiyatligi emas degan so'ziga raddiya berish uchun heliqi maxfiy hujjatni oshkorlamagan bo'lsa-mu, uningda F-35 aeroplaniga doir favqulodda qimmatli uchurlar borligini aytdi. F-35 uchish siniqi planida F-35 yasab chiqilganda uning qandaq sinoq qilinganligi qisqacha bayon qilingan. Mazkur plan bu xil aeroplandan qanchasi yasaldiganligi va ishga kirishtirildiganligi, ba'zi zapchastlarning qandaq sinildiganligi, ularning qandaq saplandiganligi, ular uchun qandaq o'lchash asbobi ishlatilganligi, F-35 aeroplanining ifodasini, iqtidorini va uning xilma-xil xususiyatlarining chekini o'lchashda ishlatiladigan texnikalar qatorliqlarni o'z ichiga olgan degan edi bosh taftish. Sud hujjati Lockheed Martin shirkatidan pensiyaga chiqqan aviatsiya injeneri F-35 aeroplanining bosh loyihalaguvchisi John Corstanning guvohligini o'z ichiga oladi. Corstan Amerikaning eng ilg'or 5-avlod aeroplani bo'lgan F-35ning ovozdan tez suratda uchadiganligini va dushmanning radaridan o'zini chetga ola oladiganligini aytdi. U F-35 Amerika va boshqa davlatlardagi Amerika davlat mudofaa ministrligi bilan to'xtamlashgan ko'plagan shirkatning ko'p yil izdinish natijasida yasab chiqilgan. Uning umumiy tannarxi necha milliard dollarga yetadi dedi va Xitoylar tarafidan o'g'irlangan ashu uchish siniqi planini o'zining tuzib chiqqanligini aytdi. F-35 uchish siniqi planini tuzishga taxminan 59959 ish soati ketgan. Men Lockheed Martin shirkatida xizmat qilayotganda F-35 uchun siniqi plani uchurlarining maxfiy tutildiganligini bilatdim. Lockheed Martin shirkati kirish ijozati qo'llanilgan texnikalik uchurlarga elektronlik usullar orqali erishishni cheklash va maxfiy uchurlar saqlangan aslahalarga kirishga cheklama qo'yish orqali F-35 uchish siniqi plani haqidagi uchurlarni qo'g'digan. Mazkur uchish siniqi plani sinoq uchun ishlatiladigan aeroplanlarning soni, har xil zapchastlarni sinash doirasi, sinoqda ishlatiladigan o'lchash asboblari, mazkur aeroplanning tafsilotlari, shundaqla F-35 aeroplanining ifodasini, iqtidorini va chekini o'lchashda ishlatiladigan texniklarni o'z ichiga oladi. Korstanning deyishicha, u mazkur uchish planining Subin tarafidan Xitoyga tarjima qilingan nusxasini ko'rgan bo'lib, uningda Korsant Lockheed Martin shirkati uchun tayyorlagan materiallardagi ayni suratlar bor ekan. Uningda Boeing 737 tipli aeroplanga ishlatilgan birlashma aviatsiya siniqi supsi ko'rsatilgan. Mazkur uchurlar Xitoy uchun favqulodda zo'r qimmatga ega bo'lib, ular buni o'zlarining zamonaviy 5-avlod kurashchi aeroplani bo'lmish J-20 ga ishlatgan. Amerika istixborot tarmoqlari J-20 ning loyihasining F-35 ninkidan o'g'irlanganligini yakunlab chiqdi.
Bu uçurlar Xitayning Amerika Davlat bexatarligi idorasi tarafidan Vizantiya dozig'i deb atalgan hakkerlik harakati orqali qo'lga tushirilgan edi. Mazkur hakkerlik harakatining qo'mondonlik shtabi Chengduga joylashgan bo'lib, bu harakatda o'g'irlangan uchurlar Xitoy aviatsiya sanoati guruh shirkatining yana bir tarmoq shirkati bo'lgan Chengdu aeroplan sanoat guruhiga berilgan va mazkur shirkat J-20 aeroplanini yasash va sinaq qilishda bu uchurlardan foydalangan. Мәсәлән, istixbarat dairələri 2014-ci il 1-ci ayda Xitayning tor bətlәргә çıxırılğan J-20 aeroplanının suratlarından Chengdudakı aeroplan layihələyicilərinin J-20-ның 2011-ci il aşkarlanğan dəsləbki nüsxəsinin bir qancha yeriga o'zgartish kirgizganligini bayqagan. Bu xil o'zgartishlardan biri aeroplanning tumshuqining asti qismiga, ya'ni bomba qo'yib berishda ishlatiladigan yangi tipdagi elektro-optik nishonlag'uchining o'rinlashtirilganligi edi. Buningdan sirt mazkur aeroplanning ilgirki nusxalarida ko'ringan quyruq qismidagi motorning sirtqa chiqib turgan purkish eg'izi aeroplandan tarqaladigan radar signallarini texmi azaytish maqsadida ko'rinmas qilingan edi. Amerika kurashchi aeroplanlardan o'g'irlangan texniklarga tayinib yasab chiqilgan J-20ning sirtqi qismiga yana bir qavat elektromagnit to'lqini so'mirib oladigan materiallar ishlatilgan. Buningdan sirt Xitoylar shu darajada haddidan eshib F-35ning texniklarini o'g'irlaganligidan oshkor maqtanib yurdi. Xitoy Kompartiyasining qarmog'idagi Yer shari vaqt gazeti 2014-yil 1-ci ayda J-20ning halqiliq texnikalarining F-35dan qo'lga tushirilganligini xabar qildi. Amerika Davlat bexatarlik idorasining jasuslikqa qarshi tarmoqining sobiq yuqori darajalik amaldori Michel Van Cliffga ko'ra, Subinning sotqa tortilganligini bir utuq deyishga bo'lmasimi, lekin bu delo faqat dengizdan tamchi bo'lib, u Amerika kompyuter torlaridan zo'r miqdordagi maxfiyatliklarning har yili davomli turda sirtqa, ya'ni Xitoyga eqishini to'xtatib qalolmagan. Van Cliff shundaq deydi. Xitoyning Amerikaning harbiy va texnikalik maxfiyatliklarga ko'z tikkan necha 10 minglagan jasus va kompyuter hakkerlardan tashkil topgan tajribalik jasuslik to'ri bor. Ular savdo yoki shirkatlarni qo'shib olish orqali qo'lga tushirolmagan narsalarni o'g'irlashga tayyor turdi. Shundaqla ularning o'g'irligini to'sish barg'ansir taslashmoqda. F-35 Xitoyning hakkerlik hujumiga uchirgan birdan-bir ilg'or aeroplan emas. Subinning delosida Xitoyning Amerikaga salgan yana bir ziyni, ya'ni F-22 aeroplaniga aloqador qimmatli texnikaning o'g'irlanganligi oshkorlandi. Bu texnikaning eng muhim mazmunlaridan biri mazkur aeroplanning dushman radaridan qachish iqtidorini kuchaytiradigan ichki qismdagi boshqariladigan bomba saqlash bo'limchisiga aloqador tafsilotlar edi. F-22 maxsus Xitoy bilan bo'lg'usi jang uchun loyihalangan. Bu aeroplan ovozdan tez suratda charlash iqtidoriga ega bo'lib, yiroq musofilik uchish jarayonida yuqori unumlik energiya sarfiyotini saqlash, boshqariladigan bombaga o'xshash uzun musofilik qurollarni qo'yib beralaydi va yana orliqda may qachalashga muhtoj bo'lmasdan o'zida bor yiqilg'i orqali bazaga sog'-salomat qaytib kelalaydi. Xaris shirkatining oliy sistema injeneri bir mahal EDO degan aeroplan shirkatida ishlagan Nicholas Dismani F-22ning qurol bo'limchisini yasashga qatnashgan. U Subinning delosida sotqa topshirgan bir bayonotda Xitoyning mazkur shirkatdan F-22ning AMRAAMning
tik qo'yib berish sistemasida ishiltildigan, boshqariladigan bomba qo'yib berish bo'limchisiga aloqador maxfiyatliklarni o'g'irlaganligi oshkorlandi. AMRAAM ilg'or o'tir musofirlik havodan havoga qartilgan boshqariladigan snaradning qisqartilmasi bo'lib, F-22 ga saplangan. 2002 yilning boshlarida men EDO şirketining boshqariladigan bomba qo'yib berish bo'limchisi programmasining texnik yetakchisi edim, deydi Desmini. Uning deyishicha, mazkur texnikaning sharofatida F-22 aeroplanlaridagi qurollar, ya'ni normal ahvoldagidek aeroplanning qanoti ostiga emas, balki ichki qismiga o'rinlashtirilg'achqa, bu aeroplanning radardan yo'shirinish iqtidori bakli kuchaygan. 2002 yildan 2004 yili 3-oygacha Desmini F-22 ning ilg'or o'tir musofirlik havodan havoga qartilgan boshqariladigan snaradni tik qo'yib berish sistemasi 142 ALAU ning bir rasmiy mashqi. Shundaqla asrash va mulozimati mavzuliq bir doklad tayyorlagan. Subin va Xitoy Ozodlik armiyasi 3-boshqarmasining hakkerlari mazkur maxfiy dokladni qo'lga tushirgan. Mazkur dokladda izolangan 3 o'lchamlik tasvir tik qo'yib berish sistemasining va uning zapchaslarining surati, kasmi yuz diagrammasi, mexanikalik loyihalash sxemasi, suyuqliq gaz besimi bilan harakatlantirish sxemasi, tok yo'li sxemasi va tik qo'yib berish sistemasi zapchaslarining iqtidorlarining tafsilotlari va tushuntirish qatorliq sazgir uchurlar bor edi. U yana tik qo'yib berish sistemasining ifodasi va zapchaslarining kuchliligini o'lchaydigan belgilik miqdor ko'rsatkichlarni, shundaqla o'rnatish va chuvish ko'rsatmalarini o'z ichiga oladi. Bu uchurlarning hammasi Xitoyning radarga tushmas aeroplanni yasab chiqishida obdan qarg'a kelgan edi. Mazkur qo'yib berish sistemasi ilangich sistemasi deb atiladigan qurol bo'limchisidan metal qo'l orqali boshqariladigan bomba qo'yib beriladigan bo'lib, mazkur ilangich sistemasida aeroplan qanot ostidan boshqariladigan bomba qo'yib berishda ishlatiladigan portlatqich qo'yib berish mexanizmiga ehtiyoj yo'q. Bu sistemaning sxemalari 2000-yillarning boshlarida oshkorlangan. Lekin bu sxemalarda EDO şirketining Xitoy tarafidan o'g'irlangan dokladidagidek qimmatli uchurlar yo'q edi. Desmini mundaq deydi: EDO şirketining boshqariladigan bomba qo'yib berish sistemasiga aloqador dokladidagi mazkur tafsilotlar eng ilg'or kurashchi aeroplandagi bu ilg'or bo'limchini yasab chiqish xizmatining samarasidir. Birov bu sxemalarni va tushuntirishlarni tekshirish orqali ushbu boshqariladigan bomba qo'yib berish bo'limchisining qandoq yasab chiqilganligini asosan bilib olaydi. Darvaqa Xitoylar ashundaq qildi. Ular mazkur boshqariladigan bomba qo'yib berguchining, ya'ni o'zlari o'g'irlab olgan tafsilotlarga tayinib, Amerikaninkiga asosan o'pma o'xshash boshqariladigan bombani tik qo'yib berguch yasab chiqdi va uni J-20 kurashchi aeroplaniga sapladi. Mazkur boshqariladigan bomba qo'yib berguch 2013 yil yozda Xitoydagi oshqun millatchilarning bir tor betida e'lon qilindi. Subin delosining Amerika tarixidagi ziyni eng ig'ir bo'lgan tor shpionligi delolardan biri ekanligi shaksiz. Lekin bu Beijingning o'zining harbiy kuchini zo'raytish va shuning bilan bir vaqtda Amerikaning jangda ularni mag'lub qilishga ishiltishi mumkin bo'lgan harbiy maxfiyatliklarni egallashni maqsad qilgan strategiyalik harakatining bir qismi sifatida Xitoy Ozodlik armiyasi 2000-yillarning beshida boshlagan keng ko'lamlik tor shpionligi harakatlaridan faqatli biridir.
Алдыдымы тылғы илінғынедек Xitay Amerika Dövlət Bexatarlik İdarəsi tərəfindən Vizantiya dozixi deb atalğan Amerikaның elektronluq sistemasiga suqunib kirishni maqsad qilgan uzun muddatlik, keng ko'lamlik tor ishpiyonligi harakati orqali zo'r miqdordagi maxfiyatlik va sazgir uchurlarni o'g'irlagan. Shundaqli Xitoyning davlat egiligidagi davlat mudofaasi shirkatlari va qurol ishlab chiqaruvchi shirkatlari bu uchurlarni o'ziniki qilib ishlatgan. Xitoyning bu xil harakatlari 2019-yilmi davomlashgan bo'lib, hech to'xtaydigandek qilmaydi. Davlat bexatarlik idorasining 2013-yili oshkorlangan maxfiy hujjatiga ko'ra, Amerika Davlat bexatarlik idorasi Vizantiya dozixiga aloqador 30 mingdan ortiq voqeani bayqagan bo'lib, buning ichidagi 500 5 burchaklik binodagi va boshqa kompyuter sistemalarga suqunib kirgan ig'ir tajovuzchiliklar deb sifatlangan. Xitoylar bu harakatlar orqali 1600 dan ko'proq tor kompyuterlarga suqunib kirgan. 600 ming abont hisobini xatarga uchratgan. Shundaqla Amerikani bu torlarni qayta qurib chiqish uchun 100 ming million dollardan ortiq chiqimdor qilgan. Subin va 3-chi boshqarmaning jasuslari 6 yilgacha bayqilib qolmay ishpiyonlik qilgan va Xitoy uchun nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan. Subin oxiri 2013-yili Amerika Davlat bexatarlik idorasining Vizantiya dozixi va uning shoxcha harakatlarini tekshirayotgan o'qya tutilishi nomli tor jasusligiga qarshi programmasi orqali bayqalgan. Vizantiya dozixi harakatining shoxchilari to'limi ko'p bo'lib, ulardan ba'zilari tuvandikicha. Xitoyning 5 burchaklik binoga qarshi hakkerlikqa aloqador Vizantiyaning samimiyati harakati 5 burchaklik binoning va Amerika Davlat Majlisining kompyuterlarini nishonlagan Vizantiya yirtquchi harakati Amerikaning Tinch okean qo'mondonlik shtabining va Amerika transport qo'mondonligi markazining torlarini nishonlagan Vizantiya tayanch bazasi harakati 3-chi boshqarmaning shifr buzish iqtidorining kuchayishiga turtki bo'lgan. Eng o'ngishliq tor jasusluqi harakatlardan biri uning raqam bexatarligi shirkati RSA ga qilgan murakkab tor hujumidir. 3-chi boshqarmaning hakkerlari Boeing shirkatining kompyuter boshqaruvchilarining ko'zini bo'yashda foydalangan zaharlik chingilik yumshoq detalni ishlatib 2011-yilning 5-ida RSA shirkatining tor sistemasiga suqunib kirgan va bu shirkatning Security ID deyiladigan bir sistemasida ishlatiladigan shifrlash ochqichini o'g'irlagan. Bu Amerika davlat mudofaasi o'ttigar shirkatlar tarafidan davlat mudofaasi o'ttigarlarining to'riga kirishda va yiroqdan bexatar ishlatishda qo'llaniladigan texnika edi. Davomi bor.